Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Ishlaringiz yaxshimi? Tinchmisizlar? Hamma yaxshimi? Men Avazbek. Bugun 2025-yil 24-may. Mana bugun shu Молодежный улицadamiz. Shu videomni chiqarishdan maqsad mana meni videoyimni ko'rayotganlar, podpischilar, yaxshilab eshitib quloq solinglar. Bu chiqarayotgan videolarim faqat o'zim uchun tegishli, esdalik, mendan xotira. Agar kimda kim podpischik bo'lsa yoki menga yozgan bo'lsa yoki qandaydir bir bog'liqli joy bo'lsa kanalimga bundan buyon sekin bir chekkaga yig'ishtirib, podpischiligini o'chirib, yig'ishtirib meni tomoshabin videolarimni umuman ko'rmasligini xohlayman. Podpischilar umuman podpischiligini o'chirib yuborsin. Bu videolarim o'zim uchun maxsus videolarim, esdalik uchun faqat o'zimni, oilamga, o'zimga tegishli uchun boshqa tumshug'ini tuqmasin, boshqa yerlarini ham suqmasin. Agarda kimda kim meni eshitayotgan bo'lsa, bundan keyin meni videolarimni, meni kanallarimni ko'rish shart emas. Faqat o'zim uchun, oilam uchun, xotira uchun, esdalik uchun chiqaraman men. Podpischilarim, menga tegishli kanallarimga a'zo bo'lganlar hammasi o'chirib yuborsin. Bundan buyog'i umuman tumshug'ini tiqmasin, burnini tiqmasin, boshqa yerlarini tiqmasin. Men shuni xohlayman. Shuning uchun meni podpischilarim podpischiligini o'chirib yuborsin, imzolarni o'chirib yuborsin. Agar kimda kim o'chirmasa yoki kanallarimni bundan keyin ko'radigan bo'lsa, bu shart emas. Ular uchun chiqarilmagan, maxsus o'zim uchun, shaxsan o'zim uchun chiqarilgan. Tumshug'ini boshqa yerini tiqishi shart emas. Umuman kerak emas. O'chirib yuboringlar. Men shuni talabdoriman, iltimos. Bundan keyin meni kanalimga kirib ko'rishinglar shart emas, sizlarga zarur emas. Boshqa narsa zarur bo'lsa, ashana istab topib olinglar. Meni kanalimga kirib, meni videolarimni, meni narsalarimni tomosha qilishinglar shart emas. Sizlarga tegishli emas. Faqat o'zim uchun, esdalik uchun chiqaraman. Bundan keyin tumshug'inglarni tiqmanglar. Bunnilarni ham tiqmanglar. Boshqa yerlarni ham umuman tiqmanglar. Eshitdinglarmi? Hop, prashshay podpischiki, prashshay. Прощай, подписчики. Не надо. Потом будет. Umuman kerak emas. O'chirib yuboringlar, ulanmanglar, ko'rmanglar. Sizlarga shart emas. Sizlarga tegishli emas. Hop. Xayr. Omon bo'linglar, sog' bo'linglar. Boshqa yerlardan izlanib, boshqa yerlardan ko'raveringlar. Meni kanalimni ko'radiganlar uchun maxsus tegishli efirim bu. Hop, xayr, salomat bo'lasizlar. Bundan keyin uchrashmaymiz degan umiddaman. Xayr. Tinch bo'linglar, omon bo'linglar. Yaxshi kunda boshqa yerdan istab ko'raveringlar. Kimda kim tumshug'ini tiqsa, bundan keyin boshqacha gaplashamiz. Xayr, sog' bo'linglar. Прощай.